Onangiz sizga qanday yaxshiliklar qilganlarini bilasizmi? Sizga mehrlarini berdilar, sog'liqlarini ketkizdilar, qisqa qilib aytganda umrlarini sizga baxshida etdilar. Endi siz ham oyoqqa turdingiz. Og'ayni, g'amxo'rlik qilish navbati sizga yetdi. Qarshi oling. M77 massaj kreslosi. Ushbu modelimiz 150 kilogrammgacha bo'lgan insonlarni bemalol ko'tara oladi. Keyin boshqa massaj kreslolarimizga qaraganda aynan shu modelimizda sun'iy intellekt o'rnatilgan. Tanani skaner qilib, qayerda og'riqlar bor bo'ladigan bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan o'zi tanaga moslashib 24 xilgacha massaj qiladi. Og'ayni, bolaligingizda onangiz sizga qancha narsalarni ilingan. Endi navbat sizga yetdi. Bu massaj kresloni biz sizning onangizga ilindik. Mahsulot haqidagi ma'lumotlarni quyidagi raqamlardan olasiz.